Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina wa ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli azizlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning shamoillariga, xulq-u xalqlariga atalgan kitobni, ushbu suhbatlarni davom ettiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hayotimizning nuridirlar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hayotimizning shamchirog'idirlar. Payg'ambarimiz alayhissalomga ergashsak, hayotimiz nurli bo'ladi. Har bir maqsadimizga inshaalloh Allohning irodasi bilan, Allohning inoyati bilan juda chiroyli tarzda erishamiz. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam biz uchun hammadan mahbub zotlar. U zot o'zlarining hadis shariflarida, muborak so'zlarida marhamat qilib aytganlarki, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi va waladihi wan nasi ajma'in. Birortangiz haqiqiy iymon darajasiga, haqiqiy mo'minlik darajasiga yetolmaydi, toyinki men u uchun ota-onasidan ham, farzandlaridan ham, boshqa insonlardan ham mahbubroq bo'lmagunimcha dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni biz hamma narsadan ko'ra mahbubroq ko'rishimiz, hamma narsadan suyukliroq deb bilishimiz bizning iymonimiz talabidir. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam biz uchun dunyoda ham, oxiratda ham barcha yaxshiliklarning sababidirlar. Inson o'ziga yaxshilik qilgan insonni yaxshi ko'radi, uni suyadi, uni sevadi. Shu uchun biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga mukammal muhabbat qo'yishimiz kerak. Rasulullohga bo'lgan muhabbatimiz ziyoda bo'lishligi uchun u zot haqlaridagi demak kitoblarni o'qishimiz kerak. U zot haqlarida eshitishimiz kerak, bilishimiz kerak, o'qishimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam haqlarida yozilgan kitoblarni muhimi, eng ahamiyatlilaridan biri maqbul kitob, ummat qabul qilgan, ummat 1000 yildan beri o'qib kelayotgan kitob Ash-Shama'ilul al-Muhammadiyya yoki Shama'ilun Nabiy kitobi. Ushbu suhbatni ushbu kitobdan inshaalloh davom ettiramiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning liboslari haqidagi bobni o'qiyotgan edik. U zotning kiyinishlari qanday bo'lgan, u zot qanday kiyimlar kiyganlar, bu haqda kelgan hadislarni bizga Imom Termiziy ketma-ket keltirayotgan edilar. O'tgan suhbatimizda biz Anas ibn Malik roziyallohu anhudan rivoyat qilingan bir hadisga kelib to'xtalgan edik. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam masjidga chiqdilar. Usoma ibn Zaydga suyangan holatda, ya'ni Usoma ibn Zaydning yordamida sekin-astalik bilan o'zlari xasta bo'lganliklari uchun masjidga Usoma ibn Zayd bilan chiqdilar. Alayhi thawbun qitri. Payg'ambar alayhissalomning ustilarida Qitr tomonlaridan kelgan, ya'ni Qatar tomonlaridan kelgan deb bayon qildik, tafsir qildik buni. O'sha tomondan kelgan kiyim bor edi. Yoki ba'zi ulamolar aytishadiki, qitri kiyim deb paxtadan bo'lgan qalin Yamanning kiyimlaridan bir turini aytadi deydilar. Qanday bo'lishiga qaramasdan, qaysi biri bo'lishidan qat'iy nazar, demak Payg'ambar alayhissalom o'sha uzun qomisga o'xshagan kiyim kiyib, o'sha bilan o'ranib chiqdilar va namoz o'qib berdilar sahobalarga. Bu hadis Abd ibn Humayddan rivoyat qilingan, ya'ni Abd ibn Humayd Imom Termiziyning ustozlari bu hadisda. Abd ibn Humaydning ustozlari Muhammad ibn al-Fadl. Bu gapni aytishimizning sababi davomida shu hadisning qissasi bor. Imom Termiziy aytayaptilarki, va qala Abd ibn Humayd qala Muhammad ibn al-Fadl sa'alani Yahya ibn Ma'in an hadha al-hadith awwala ma jalasa ilayya. Abd ibn Humayd, ya'ni Imom Termiziyning ustozlari o'zlarini ustozi Muhammad ibn Fazl haqida aytib beryaptilar. Muhammad ibn Fazl aytdilarki, Yahya ibn Ma'in degan muhaddis, olim kelib birinchi mani suhbatimga, mani darsimga o'tirganlarida birinchi bo'lib shu hadisni so'radilar.
Shu hadis haqida bilasizmi? Shu hadisni rivoyat qila olasizmi menga dedilar. Faqultu haddathana Hammad ibn Salamata. Menga bu hadisni Hammad ibn Salama aytib bergan deb hadisni sanadini aytishni boshladim deyaptilar Muhammad ibn al-Fadl. Muhammad ibn al-Fadl demak Yahya ibn Ma'in degan muhaddis olimga shu hadisni aytib beryaptilar. Menga Hammad ibn Salama aytgan edi bu hadisni deganda faqala law kana min kitabik. Yahya ibn Ma'in aytdilarki, qaniydi yozgan kitobingizdan menga o'qib bersangiz dedilar. Agar kitobingizdan o'qib bersangiz yaxshiroq bo'lardi deb Yahya ibn Ma'in so'radilar ustozdan, ya'ni Muhammad ibn al-Fazldan. Yahya ibn Ma'in Imom Ahmad ibn Hanbal davrlarida, Ali ibn al-Madini davrlarida yashagan va shular bilan tengdosh, ilmda ham, yoshda ham qarib barobar bo'lgan katta ulamolardan edilar. Bular muhaddislarni tekshirib yuradigan ulamolardan edilar. Hadis olishda juda qattiq shartlarni qo'yadigan ulamolardan edilar. Har bir hadis aytayotgan olimni zobti, ya'ni zehni yaxshimi, yaxshi emasmi? Hadisni aytganda to'g'ri aytayaptimi deb boshqa hadislar bilan o'sha hadisni rivoyat qilgan boshqa olimlarni so'zlari bilan solishtirib, keyin bir qarorga keladigan, hatto muhaddis olimlarga ham baho beradigan ulamolardan edilar. Yahya ibn Ma'in o'shalarning biri edi. Shuning uchun Yahya ibn Ma'in Muhammad ibn al-Fazldan bu hadisni eshitayotganda nima dedi? Aytdilarki, kitobingizdan, ya'ni ustozingizdan shu hadisni yozib olgan o'zingizning kitobingiz bo'lsa, o'sha kitobdan o'qib bersangiz yaxshiroq bo'lardi dedilar. Hifzdan emas, yodingizdan emas, kitobdan o'qib bering dedilar. Yanada mustahkamroq bo'lishligi uchun. Azizlar, bu hadis ilmi, har bir hadis bizgacha yetib kelishi uchun juda ko'p ter to'kilgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari bizga yetib kelishligi uchun ulamolar juda ko'p harakat qilishgan. Mislsiz harakatlar yotibdi buning orqasida. Ba'zi bir toifalar, ba'zi bir oqimlar chiqadi. Bizga hadis kerak emas, biz Qur'onni to'g'ridan to'g'ri o'zimiz tushunamiz deydi. Qur'oniylar bor. Hadisni deydi shunchaki odamlar o'zicha xohlagan narsasini, tiliga kelgan narsani payg'ambar aytdilar deb aytavergan deydi. Yo'q, unday emas. Hadisni har kim o'zicha payg'ambarga nisbat berib ayta olmagan, ayta olmaydi ham. Nega? Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan sahobalar eshitgan. Sahobalar yolg'onchi bo'lmagan, yolg'on gapirmagan. Hatto sahobalar o'zlari eshitgan hadisni bir-birlariga aytsalar yoki shogirdlariga aytsalar, boshqa sahobalar tomonidan bu narsalar tanqid qilingan, o'rganilgan, rostdan Rasulullohdan eshitganmiding, yo'qmi deb. Sahobalardan keyin tobiinlar eshitgan, tobiinlar rivoyat qilganda, masalan, bitta tobiin bir hadisni faloncha sahobiydan eshitdim desa agar, uni atrofidagilar rostdan ham biz o'sha darsda bor edik, o'sha sahobiyning suhbatida bor edik, biz buni eshitganmiz deb tasdiqlashgan. Agar tasdiqlamasa, uning aytayotgan gapi inkor qilingan, qabul qilinmagan. Ana shunday tarzda bizgacha hadislar yetib kelgan. Imom Buxoriygacha hadislar yetib kelgan. Imom Buxoriy bitta har bir rivoyat qilgan roviyni tekshirib, uning ismi nima, uning otasini oti nima, bobosini oti nima, uning nisbati qayerdan u, uning vatani qayer, uning qanday sifatlarga ega edi, u qanday sifatlari bor edi, u adolatlimi, adolatsizmi, u dinning ahkomlariga mustahkam turadigan odam edimi yoki yolg'onchi edimi, yolg'on gapirarmidi, yo'qmi? Bu narsalarni hammasini tekshirgan. Har bir roviyni ustiga o'tirishgan. Har bir roviyni ustida shunday tekshiruvlar, tadqiqotlar olib borilgan va oxiri o'sha roviy haqida umumiy xulosa aytilgan. Bu, demak, bu roviy haqiqatda adolatli, bu roviy haqiqatda ishonchli roviy, zehni ham yaxshi, dini ham yaxshi deb bu yolg'on gapirmaydi, bundan olsa bo'ladi. Bu unutish qobiliyati, ya'ni unutib yorishlik ehtimoli kam bu hadisda yoki yo'q ehtimoli deb aytilgandan keyin bu hadis qabul qilingan. Sanaddagi mana bu sanadlar kelyapti-yu, hozir Termiziyni o'qiyapmiz, masalan, Shamoildagi har bir hadisni sanadi bilan o'qiyapmiz. Mana shu sanaddagi har bir roviy mana shu tarzda tekshirilgan. Har bir tabaqada, ya'ni har bir avlodda shunaqa tekshiruvchi olimlar bo'lgan.
Bu shunchaki yetib kelgan hadis emas, shunchaki yetib kelgan so'z emas. Payg'ambarimiz unday edilar, payg'ambarimiz bunday dedilar deb har kim og'ziga kelgan gapni gapira olmagan, gapirishga qo'yishmagan. U kimdir yolg'on to'qigan bo'lsa ham hech kim ishonmagan. Yo'q, buni sanadi noto'g'ri degan yoki hech kim tanimaydigan roviy degan. Bu haqda hech kim hech narsa demagan yoki buni yolg'onchi ekanligi aniq degan. Olishmagan. O'shanday tekshiruvchi olimlardan biri mana bu joyda kelgan Yahya ibn Ma'in. Yahya ibn Ma'in Muhammad ibn al-Fadldan kitobdan o'qib berishlarini, ya'ni ustozlaridan yozib olgan kitoblardan o'qib berishlarini talab qildilar. Faqumtu li ukhrija kitabi. Muhammad ibn al-Fadl aytadilarki, turdim deydilar, o'rnimdan turdim. Kitobimni chiqarishlik uchun, uydan kitobimni olib chiqib o'qib berishlik uchun turib, uyga kirib ketayotgan edim. Faqabada ala thawbi. Kiyimimdan ushladi dedilar. Yahya ibn Ma'in u kishini ustozni kiyimlaridan ushladilar u. Summa qala amlihi alayya. Fa inni akhafu an la alqaka. Yahya ibn Ma'in aytdilarki, ey ustoz Muhammad ibn Fazl, hozir yoddan aytib bering menga dedilar. Keyin kirib kitobingizni olib chiqasiz. Kitobdan aytganingizni yozib olaman. Lekin hozir yoddan aytingki, men shu hadisni hozir o'rganay, bilaygin, shu hadisni eshitay sizdan. Xo'p, shu hadis haqida ilm hosil bo'lsin dedilar. Kirib chiqqunizcha o'lib qolsamchi dedilar. Eshitolmay qolaman shu hadisni. Fa inni akhafu alla alqaq. Sizni yo'liqtirmaslikdan, ya'ni siz bilan boshqa uchrashmaslikdan qo'rqaman dedilar. U qilayotgan ishi Muhammad ibn al-Fazlni turib, narigi uydan kitobini olib chiqib o'qib bermoqchi. 1 soatlik vaqt ketadigan narsa emas hatto. Hatto 1 soat ketmaydi unga. Ehtimol yarim soat ham ketmas. Ozgina vaqt. Shunga ham sabr qilmasdan Yahya ibn Ma'in aytayaptilarki, o'lim har lahzada kelishi mumkin. Men sizni yo'liqtirmay qolsam, bu hadisdan mahrum bo'lib qolaman. Birinchi yoddan ayting, imlo qilib menga ayting. Keyin kitobingizni olib chiqing dedilar. Qala fa amlaytuhu alayhi summa akhrajtu kitabi fa qara'tu alayhi. U kishiga imlo qilib aytib berdim hadisni dedilar. Yuqoridagi hadisni payg'ambar alayhisalom Usama ibn Zaydga suyanib chiqqanlari, u kishida shu ustilarida qitri kiyim, yamaniy kiyim bo'lganligi haqidagi hadisni aytib berdim. Keyin kitobimni olib chiqib dedilar, Yahya ibn Ma'inga o'qib berdim kitobni. Olimlarning odatlaridan biri, olimlarning doimiy qalblarida aylanadigan ishlardan biri o'limning haq ekanligiga aniq ishonish va o'limga tayyorgarlik. Haqiqiy ahli ilm o'limga tayyorgarlik ko'radi. Alloh taoloni bilgan, Alloh taoloni tanigan inson o'limga tayyorgarlik ko'rib boraveradi. Ertaga o'lgandan keyin Allohga qaytishlikni, Alloh taoloning huzurida tik turib hisob kitob qilinishligini, har bir qilgan ishiga javob berishligini bilgan odam, shu narsaga aniq ishongan odam o'limga tayyorgarlik ko'radi. Yahya ibn Ma'in o'zlari muhaddis, o'zlari tanqidchi olim, tadqiqotchi olim. Shunga qaramasdan nima deyaptilar? Hozir o'lib qolsam mana shu hadisni eshitmay ketaman. Yuzlab, minglab, 10 minglab, 100 minglab hadislarni biladigan odam bitta hadisni eshitib ketganim yaxshiroq deyaptilar. Va doimiy tarzda xayollarida o'limning bir rejasi bor. Ya'ni o'lib qolishlik har lahzada bo'lishi mumkin ekanligini biladilar. Shunga tayyorgarlik ko'rib, shuni asosida yashaydi inson. Yahya ibn Ma'inning hayotlaridan mana bu qissadan shu narsani olamiz. Azizlar, hammamiz ham o'limga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Chunki ertami, kechmi, uzoqmi, yaqinmi u narsa keladi. Agar haq ustida bo'lsak, haqda sobit turishni o'ylash kerak. Qanday qilib o'zgartirmasdan o'zim haqda turibmanmi, haqda turishlikni ziyoda qilib, yanada mustahkamroq bo'lishni o'ylashim kerak. Agar botil ustida bo'lsak, Alloh panoh bersin, yolg'on ustida bo'lsak, bu dunyoni hoya havasi ustida bo'lsak, yoki fitna ustida bo'lsak, har qanday fitnalarga aralashgan bo'lsak, bundan tiyilishga harakat qilishimiz kerak. Ertaga o'lim kelganda, san faloncha eding, san falonchalardan eding, san falon mansabda, san falon martabada eding.
yoki sen bechora eding, sen boy eding, sen kambag'al eding demaydi. Hammani olib ketadi. O'limdan keyingi hayot mutlaqo boshqa hayot. Hisob kitobli hayot, jazo va mukofotli hayot. Keyingi hadisda aytadilarki, haddathana Suwayd ibn Nasr qala akhbarana Abdullah ibn al-Mubarak an Sa'id ibn Iyas al-Jurayri an Abi Nadrata an Abi Sa'id al-Khudri qala Abu Sa'id al-Khudri Sa'd ibn Malik ibn Sinan radhiyallohu anhumadan rivoyat qilinadi. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو خميسا أو رداء ثم يقول اللهم لك الحمد كما كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu aytayaptilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam agar kiyimni yangilasalar, yangi kiyim kiysalar, yangi kiyim olsalar, bu hammamizni hayotimizda bo'ladigan narsa. Kiyimlarimiz eskirsa agar yangisini olamiz, yangisini kiyamiz. Shunda payg'ambar alayhissalom uning ismini aytardilar. Masalan, salla yangi oldim derdilar. Yoki qamis, ko'ylakni oldim, yoki ustidan kiyiladigan chopon yoki yaktak oldim deb uni ismini aytardilar. Keyin aytardilarki, duo qilardilar. Allohumma lakal hamdu kama kasawtani. Ey Alloh, sen menga bu kiyimni kiydirganing uchun senga hamd bo'lsin, senga maqtov bo'lsin. Azizlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir sahobiy menga tavsiya qiling, vasiyat qiling deganda, tiling doim Allohni zikri bilan ho'l bo'lib yursin dedilar. Nega? Alloh taoloni doim zikr qilib, doim eslab yurish kerak. Inson Allohdan bir lahza ham g'ofil bo'lmaslik kerak. Chunki Alloh taolo raqib, Alloh taolo kuzatib turuvchi. Alloh taolo ne'mat beruvchi, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Barcha ne'matlar Allohdan ekanligini his qilishimiz kerak. Payg'ambarlar shunday bo'lgan, avliyolar shunday bo'lgan. Payg'ambar alayhisalom yangi kiyim kiyyaptilar, darrov Allohni eslayaptilar. Yangi kiyim kiyishlari bilan Allohumma lakal hamd. Ey Alloh, senga hamd bo'lsin, sen kiydirding. Mani o'zim ishlab topdim, pul topdim, harakat qildim, peshona terim bilan necha yil umrim o'tdi, ana endi bemalol yangi kiyimlar har hafta kiyyapman. Yo'q, Alloh taolo bermasa bir umr 100 yil ishlasangiz ham yangi kiyim kiya olmaysiz. Alloh taolo bermasa 100 yil ishlasangiz ham yaxshi tansiq taom yeya olmaysiz, toza suv icha olmaysiz. Alloh taolo bermasa toza havodan nafas ola olmaysiz. Alloh taolo agar nasib qilmasa, agar yegan ovqatingizni hazm qila olmaysiz. Barchasi Allohdan. Solih insonlar, payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar, ular solihlar, avliyolar, ular doimiy ravishda Allohning muroqabasini his qilganlar. Alloh taolo beryapti. Bergan narsani Alloh beryapti. Hamma ne'matni Alloh berayotganini aniq ishonib, aniq bilib, shuni xuddi ko'rib turganday Allohga nisbat berganlar. Alloh taolo yonlarida ekanligini, Alloh taolo doim kuzatib turganligini his qilib, yangi kiyim kiyyaptilar. Rasululloh aytayaptilarki, Allohumma lakal hamd. Ey Alloh, senga hamd bo'lsin, sen kiydirding buni. Davomida nima deyaptilar? As'aluka khayrahu va khayra ma suni'a lahu. Sendan bu kiyimning yaxshiligini va nima uchun tikilgan bo'lsa, nima uchun yasalgan bo'lsa, shuning yaxshiligini, ya'ni nima maqsadda yasalgan bo'lsa, o'sha maqsadlarning yaxshiligini so'rayman. Bu kiyimning yomonligidan va u tikilganda, ishlanganda qilingan yomon niyatlardan, yomon ishlardan panoh so'rayman deb payg'ambar alayhissalom aytadilar. Ya'ni kiyimni noto'g'ri odam tikib qo'ygan bo'lsa yoki niyati yomon odam chiqargan bo'lsa bozorga, ularning shum niyati, yomon niyati qo'shilib qolib, demak menga yomonlik yetishligidan yoki kiyimni o'zini kiyib yomon maqsadlarda foydalanishlikdan, ne'matdan, Alloh bergan ne'matdan, sen bergan ne'matdan senga ma'siyat bo'ladigan, senga gunoh bo'ladigan, sen qaytargan yo'llarda foydalanishlikdan o'zing panoh bergin deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yangi kiyim kiyganda duo qilar edilar. Azizlar, biz hammamiz Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ummatlarimiz, alhamdulillah. Payg'ambar alayhissalomga yeb ichishda ham, kiyim kiyishda ham hamma narsada o'xshashimiz
Payg'ambar alayhissalom shu ovqat yegandan keyin, kiyim kiygandan keyin qanday shukrona qilgan bo'lsalar, shukr qilgan bo'lsalar, hamd aytgan bo'lsalar, biz ham doim Alloh taologa maqtovlar, hamdlar aytib yurishimiz bu bizning musulmonlik burchimiz. Payg'ambar alayhissalomga bo'lgan muhabbatimizga dalolat qiladi. Vallohu a'lam va sallallohu ala sayyidina Muhammadin va alihi va sahbihi ajma'in.